Birinchi tug'rug'ida razrif bilan tug'ib, keyingi bolasini razrifsiz 4 kilo bolasini tug'ib olganlar bor. Tor joydan katta bola qanaqa qilib chiqadi, yirtilib ketsa-chi degan qo'rquvlari bo'ladi qizlarimizni. Razrif bo'lishi, oraliq sohasini tug'ruq protsessi ayollarda eng katta kuchli qo'rquvga olib keladigan holat. Birinchi martasida razrif bo'lgan bo'lsa, keyingisida ham yana razrif bo'ladi degan qizlarimizda xayol bor. Statistikaga ko'ra 70% ayollarda birinchi tug'ruqlarida yengil darajada razrif kuzatilishi aniqlangan. Aslida buning sababiga qaraydigan bo'lsak, ayollarimizni jismonan, ruhan tug'ruqqa tayyor emasliklarida. To'g'ri, hozirgi zamonaviy tibbiyotda tug'ruqdan keyin lazer yordamida qinni davolash, plastik operatsiyalar qilish, turli xil intim protseduralar orqali va tiklanish mexanizmlari, turli xil mashqlar yordamida qinni holatini to'g'rilashga harakat qilinadi. Lekin siz tug'ruqqa to'g'ri tayyorgarlik orqali razrifsiz tug'ishingiz mumkin. Buning uchun esa sizga razrifsiz tug'ish haqidagi gaydim yordam beradi. Gayd so'zini izohlarda yozib qoldiring, menga obuna bo'ling va men sizga yengil tug'ruq haqida yana ham ko'proq ma'lumotlar beraman.